Немешqa hech kim qo'yni ermak hayvon qatorida boqmaydi. 这也是我一直想问的问题。 Lekin hozir davr taraq qilib qo'yni emas, qo'zni ermak hayvon qatorida boqadiganlar bor bo'lib ketdi. Bunda qilib o'ylab baqsaq, biz qo'y bilan ko'p vaqt shu qozonda yoki tomoq ustida uchrashib ekanmiz. Uni ermak hayvon qilishni biz demasam o'ylabmi boqmagan. Ammo hammamizning nazarda qo'y intayin yiqimliq, yuvosh, oppoq, yumshoq tuklari bor hayvon. Hatto uni odamga hujum qilish nisbatimi tarbiyalangan ishdan yaxshiroq. 你说的对，你说的对。 Odatda qo'yning qo'si haqiqatan videodagidek intayin umoq va yiqimliq. Ammo bugun cho'ng bo'lgandan keyin oq tuklari maynat rangga hatto choplashadigan bo'lib qoladi. Uningdan boshqa naga bos cho'ng tartini tutolmay, uy ustal degandek yalayga to'kib qo'ydi. Bundoq desam, ba'zilar uyingdagi ishtingni sen yumasang, o'rgatmasang, u maynat bo'ladi deyish mumkin. Bu savolinglarga haqiqatan intayin yaxshi so'ralgan savol, lekin buningga men to'liq javob bera olaman. Amaliyotda ish bilan qo'y aslo o'xshamaydi. Sizning uyingizdagi ishtingiz sizni tuyuqsiz tishlab olsa, bir necha qaytim uni ursangiz, u sizni tishlasa bo'lmaydi ekan deb qaraydi. Ammo qo'y buningga o'xshamaydi. U qo'rqinchoq, sezgiran, bak joyi, xuddi bir nervisidan adashgan odamga o'xshaydi. Uni urish, uning davli so'zlashning hammasi bir quruq o'zini ovar qilish xolos. Uningdan boshqa hech bo'lmaganda ishning sizga hujum qilishiga ma'lum bir sabab bor. Yo siz uning ko'ziga sig'madingiz yoki siz uning tishiga tegdingiz degandek. Ammo qo'yda hech qanday sabab yo'q. U bir nervi kasaldek bir ustashni boshlaydigan bo'lsa, voy anam, siz odammi, kalimi, o'dakmi, chattiqi yo'q usaverdi. Shunga uni usimisin deyishning birdan bir amali shu uni dumlash xolos. Uningdan boshqa qo'y birdan bir jihya bilib o'zini o'ltirib qo'ydi hayvon. Shu hisobda o sap nasllik 4 hayvon. Shunga uni ermak hayvon qatorida boqqan odamning o'zim aqlliq emasmikin deb qarayman.